Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 2 minutga vaqtingizni olaman. Qarang, hozir biz Kremer kompaniyasidamiz. Hozir mana bizning ishtirokchimiz, bitta o'yinimiz bor edi. Sizga savol beraman 3 ta. Ikkalaringizga ham kim to'g'ri topsa, mana shu savat o'shaniki. Kim ko'p to'g'ri javob bersa. Tayyormisizlar? Tayyormiz. Lekin men sizni ogohlantiraman, juda kuchli tayyorlangan, aqliy salohiyati bor. Olimpiadalar chempionligi. Birinchi savol, termodinamika qonunini bilasizmi? Zakon termodinamikida. Bilasizmi? Yo'q. Esimda yo'q. Unda sizga savol. Jumlani davom ettiring. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba? Voy. Shanba. To'g'ri. Ko'rib turibsiz, endi 1-0 hammasi haqqoniy. Ikkinchi savol, Kodivarti poytaxti. Esimda yo'q. Nima bilmasangiz, ha bo'pti, mayli. Sizga savol, O'zbekiston poytaxti? Toshkent. Ko'rdingizmi? Bular aytdimki juda aqllilar. Sizga ham osonroq berishga harakat qilaman. Senga do'q bo'lsa. Oxirgi savol, Loy jangi qachon bo'lgan? Loy jangi. Amirjavob. Ay, esimda yo'q. Bilmaysizmi? Yo'q. Sizga savol, 2 qo'shamiz 2. To'rt. Ko'rib turganingizda 3-0 bitta ham olamiz, to'g'ri tushunasiz. Sizga beramiz buni. Hammasi haqqoniy bo'ldi ko'rganingizda. Endi men ko'rsatuv haqida aytaymi? Shu bilimli inson hech qayerda yutqazmaydi. Inson Haqiqat yo'q bu dunyoda, yo'q. o'qinglar, izlaninglar, oldinga yuringlar. Menga o'xshab mana savatlarni olasizlar. Mayli, endi xafa bo'lmang, sizga ham mana qaysindan mana pastaysiz. Zo'r. Katta rahmat sizga. Bor ko'rganinglarda ko'proq kitob o'qinglar, izlaninglar. Ko'rganinglarda bilimli odam g'alaba qozonadi do'stlar. Hammaga rahmat.